Uyg'on, sening tomiringda ajdodlar tarixi oqmoqda. Bu shunchaki kitob emas, bu sening o'zliging. Bobur 12 yoshida hukmdor bo'ldi. U sevgan shahrini yo'qotdi, sarsonlik zahrini totdi, lekin irodasini boy bermadi. Eng og'ir damda ham odamiylikni saqladi. Mehr va odob uning haqiqiy saltanati edi. 200 nafar sodiq do'st va bitta maqsad. Dunyoning yarmini zabt etish uchun shu kifoya edi. U faqat jangchi emas, buyuk siyosatchi. Tafakkur quroldan ustunligini isbotladi. Qilichni qo'yganida qo'liga qalam oldi. U ilm bilan imperiya qurgan adolatli hukmdor edi. U suvni tog'dan tog'ga o'tkazdi. U yaratgan estetika bugungi shaharlarimiz poydevoridir. Andijondan boshlangan yo'l, uning izlari dunyoning yuragiga qadar yetib bordi. Uning so'zi sening kuching. Uning orzulari sening kelajaging. U o'z davrida imkonsiz marrani zabt etdi. Senchi, sen qaysi davrga iz qoldirasan? Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahramiy asror topmadim. Uning so'zi sening kuching, uning orzulari sening kelajaging. Bobur, bu sening intilishingda, sening jasoratingda yashayotgan ruhdir. Uyg'on, sen buyuklikka loyiqsan.